Aziz bizni kuzatuvchilar, biz hozir Soqtari mahalla fuqarolar yig'inida qariyb bir 19 gektar yer maydonda sun'iy ko'l tashkil qilingan bo'lib, mana shu ko'lda hozirgi kunda baliq chavoqlarini, ya'ni baliq tuxumlarini kichkinalikdan to kattaligigacha boqadigan bir ko'lda turibmiz. Shu baliqchilikni parvarish qilib, hozirgi kunda mana xalqimizga bir arzon, sifatli baliqlarni yetkazib beradigan tadbirkor bir opamiz bor. Shu kishdan to'liq bu bo'yicha ma'lumotlarni olamiz. Baliqchilik bilan shug'ullanganimizga 10 yildan oshib qoldi. Endi bu yerga asosan biz mayda baliq bilan, baliqchilik bilan shug'ullanamiz. Etap-etap boqamiz, aholiga tarqatamiz. Ana katta bo'lgan baliqni ham olib chiqib yarmarkalarga sotamiz. Bu yerda qanaqa endi baliq turlari bor? Bizga 4 xil turdagi baliq boqiladi. Birinchisi sazan, belamur, keyin piyostir, talistalot degan baliqlar boqiladi. Aziz kuzatuvchilarimiz, biz hozir baliqchilik yo'nalishi bo'yicha Risolat opadan bir ancha ma'lumotlarni oldik. Bu kishi aytishlari bo'yicha mana shu ko'limiz 8 ta bo'lakda bo'langan ekan. Sababini so'rasak, birinchi ko'limizda o'sha baliq chavoqlari, ya'ni mayda baliqni boqiladigan birinchi ko'limiz ekan. Bu 1 yilgacha boqilar ekan. 1 yildan keyin mana bu tarafimiz chap qo'limizda ikkinchi ko'limiz bor. Ikkinchi ko'limizga o'sha 1 yildan keyin ko'chirilar ekan baliqlar. 8 ta ko'limizga ketma-ketlikda shu baliqlarimiz ko'chirilib borilar ekan va oxirgi 8-ko'limizga bu tayyor bo'lgan baliqlarimiz. Qo'shni viloyatlardan, qo'shni tumanlardan o'zlarining mijozlari, ya'ni klientlari bor ekan. Mana shu klientlar tayyor bo'lgandan keyin baliq mahsulotlarimizni mahalliy bozorlarga olib chiqar ekanlar.